10-martdan 11-martga o'tar kechasi Ukraina Rossiyaga yalpi dronlar hujumini uyushtirdi. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, bir varakayiga 330 dan ortiq dron uchib borgan. Rossiyaning 9 hududini nishonga olgan. Dronlarning ayrimlari urib tushirilgan. Asosiy nishon Moskva shahri va Moskva viloyati bo'ldi. Kamida 90 dron Rossiya poytaxtigacha yetgan. Moskva hokimi Sobyanin bu Ukrain dronlarining Moskvaga eng yirik hujumi bo'ldi dedi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi 3 inson halok bo'lgani, 18 kishi jarohatlanganini xabar qildi. Rossiya aeroportlari yopilgan. Aviareyslar, xususan O'zbekiston havo yo'llarining Buxoro, Toshkent va Urganchdan uchgan samolyotlari boshqa aeroportlarga qo'ndirilgan. Moskvadagi temir yo'l vokzaliga shikastlar oqibatida elektropoyezdlar jadvalida uzilish yuzaga kelgan. Bir necha kun oldin Ukraina Rossiya raketa va dronlari bombardimonlariga duch kelgandi. So'nggi hujum Ukraina kelajagi uchun muhim muzokara kuni arafasida uyushtirildi. Saudiya Arabistonida AQSh davlat kotibi Mark Rubio rahbarligidagi hay'at Ukraina hay'ati bilan uchrashdi. Ushbu uchrashuv maqsadi haqida Mark Rubio shunday dedi: Biz Ukraina mavqeini tushunishimiz va ular qanday murosaga borishni istashayotgani haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Shunisi aniqki, har ikki taraf ham murosaga bormasa, siz otashkesimga erishib, bu urushni tugata olmaysiz. Jidda shahrida bo'lgan BBC muxbiri Tom Bateman AQSh Ukraina uchrashuvidan nimalar kutilayotganini aytdi. The first high-level face-to-face meeting between the two countries since Prezident Zelenskiy hurmatsizlik va noshukrlik qilding deb Oq uydan quvilgandan beri bu ikki davlat o'rtasidagi birinchi yuqori darajali yuzma-yuz uchrashuvdir. O'shandan buyon shov-shuvli voqealarni ko'rdik. AQSh Ukrainaga harbiy va istixborot yordamlarini to'xtatdi. Ayni paytda Zelenskiy vaziyatni o'nglashga intildi va pushaymonlik xati yozdi. Hamda tez otashkesimga erishish uchun prezident Trump istagan narsani imzolashga tayyorligini bildirdi. Ammo ukrainlarning eng xavotirga solayotgani haligacha otashkesimni amalga oshiradigan mexanizmlar mavjud emasligi, ya'ni ruslar kelasi yil ichida shunchaki qayta qurollanib olmasligiga ishonch yo'q.